Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Tezkor qidiruv xizmati Jinoyat qidiruv boshqarmasi, uyushgan jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. 1980-yili tug'ilgan chet el fuqarosi Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga ariza bilan murojaat qilgan. Arizada o'zi rahbarlik qilayotgan jamiyatning Nukus shahridagi filialda o'tgan yilning noyabr oyidan 2026-yilning fevral oyigacha operator sifatida ishlagan. Ismli shaxsning unga internet orqali xat yozib, ushbu jamiyatning obro'sini tushiruvchi ma'lumotlarning mavjud ekanligini aytib, qo'rqitayotganligini bildirgan. Har xil gaplar bilan bosim o'tkazgan mazkur ismli Nukus shahrida istiqomat qiluvchi fuqaro 200 ming AQSh dollari pul bermasa, ushbu ma'lumotlarni ommaviy axborot vositalariga tarqatib yuborishini aytgan. Shuni ham alohida tilga olishimiz kerakki, mazkur fuqaro muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan sudlangan bo'lsa-da, afsuski yana jinoyat ko'chasiga kirdi. Amalga oshirilgan tezkor qidiruv tadbiri davomida ismli fuqaro Nukus shahridagi mehmonxonalardan birida ariza egasidan 200 ming AQSh dollar pullarini olgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.